Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Letcode'dagi study plan 75 ni davom ettiramiz. O'tgan daf'a bitta masala yechgan edik. Endi ikkinchi masalaga yetib keldik. Masalalarning yechimini GitHub'dan ham olishingiz mumkin bo'ladi. Repositoriy ochib qo'ydim. Letcode problem solutions deb yozsanglar, Muslimbek 77 akkaunt ostida topishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ikkinchi masalamiz. Ikkinchi masalamiz greatest common divisor of strings deyapti. Ya'ni GSD deb bilamiz. GSD ya'ni eng katta umumiy bo'luvchi hisoblanadi. Bu sonlarda shunaqa edi. Endi buni of strings deyapti. Ya'ni satrlar uchun eng katta umumiy bo'luvchini toping deyapti. Ya'ni bizga ikkita satr berilar ekan, str1 hamda str2. Shularda ichidan eng katta umumiy bo'luvchisini topishimiz kerak ekan. Satrlarimiz qachon bir-biriga bo'linadi degan savol kelib chiqadi. Ya'ni qism satrlardan iborat bo'lsa, bir nechta qism satrlar masalan t ga bo'linishlik uchun bir nechta t'lardan tashkil topgan bo'lishi kerak deyapti. Ya'ni bitta satrimiz 3 ta t'dan tashkil topgan, yana bitta satrimiz 2 ta dan tashkil topgan bo'lsa, demak u bir-biriga bo'linadi. Masalan, ABC ni biz bitta t deb oladigan bo'lsak, t ga t ni qo'shilgandan iborat bu bo'lsa bitta t dan iborat bo'lsa, ya'ni javobimiz t ga bo'linadi degan ma'no kelib chiqyapti. ABC'miz bitta t deb olsak bo'laveradi. Ikkita satrimizni. Xo'p. Endi yechimimiz qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, yechimni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Uning uchun men Letcode problem solutions degan GitHub'da repositoriy yaratib olganman. Shunda ishlab turib yechimini yuborib ketaveramiz. Birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Ikkita satr berilar ekan. Shu satrlarni biz olib tekshiramiz. Eng kichik o'zi e-kub deganda eng katta umumiy bo'luvchi deyiladi. Bizda ikkita satrdan eng kichigini topib olamiz. Ya'ni satrimizni kichigini topganimizdan keyin undan eng katta qismidan boshlab, eng katta qismi ABC ni o'zi. Agar A ga ham bo'linishi mumkin bo'ladi, faqat B ga ham bo'lishi mumkin. Endi ABC ga, AB ga ham yoki ABC ga ham bo'linishi mumkin. Shuning uchun biz eng katta qism satrdan boshlab ketamiz. Ya'ni ABC ni o'zidan boshlab turib, forda tekshirganimizdan keyin bo'lib chiqamiz. Agar bo'linadigan bo'lsa, demak bu satrimiz javob sifatida olsak bo'laveradi. AB hamda AB deb beryapti ekan. Bu yerda bo'luvchimiz AB deb aytyapmiz ekan. Ya'ni ABlardan tashkil topgan. Bu satrimiz ham ABlardan tashkil topgan. Endi let bilan kodni bo'lyapti. Bunda bo'sh satrni biz chiqarishimiz kerak ekan. Hop, bitta funksiya yaratamiz. Def GSD degani yana greatest common divisor deyapti. Of string. GSD of string. GSD OS deb nomlab qo'yamiz. Hop. Bizga str1 bu str tipida bo'ladi hamda str2 ham str tipida bo'ladi. Shularni oldik. Deganimizdan keyin o'rtada tekshirishimiz kerak. Tekshirib javobini resultni chiqaramiz. Agar resultimiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, bizda return qilib turib, mana qaytaramiz, bo'sh satrda qaytaramiz javob. Endi bu yerga asosiy logikani yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, str1 hamda str2 bor bizda. Bundan eng kichigini olishimiz kerak bo'ladi. Result deb yozib olaylik. O'zgaruvchi olamiz. Buni minimalnisini olamiz. Minimalnisi len str1 hamda len str2. Shundan minimalnisini olamiz. Minimalnisini olganimizdan keyin line deb nomlab olaylik. Minimal line ni oldik. Xo'p, minimal line olganimizdan keyin forda aylanamiz. In range deymiz.
minimal lane'dan boshlanadi. Masalan, 10 qator bo'lsa, 10 qatordan boshlab turib ketamiz. Minimal lane'dan olamiz hamda xo'p, 0 gacha borsin, qadami -1 dan bo'lsin deb yozyapmiz. Ya'ni -1 qadamdan boshlab ketaveradi. Endi javob sifatida endi result deb olamiz. Endi resultimiz teng bo'lyapti. Bizda str1 mi, str2 ni olamizmi? Bunda farqi yo'q. Ikkalasiga bo'linish kerak-ku. Shuning uchun ikkalasidan tashkil topgan bo'lishi kerak. str1imizni nimasidan bo'lsin? Xo'p, i'sigacha davom etsin. 0 dan boshlab i'gacha. Masalan, nima dedik? ABC, ABC, ABC hamda ABC deb oladigan bo'lsak, biz ABC'mizni minimalni qilib oladi, ya'ni 3 ga teng bo'ladi. 3 bu yoqqa kelib tushadi-da, kelib tushgandan keyin hop 3 gacha deyapti, ya'ni birinchi satrimizni 3 gacha 3 tasini oladi, ABC'ni oladi. ABC'ni olib keyin davom ettiradi bunda. Hop, buni tekshirishni davom ettiramiz. Agar ABC'ga bo'linmaydigan bo'lsa, AB'ga bo'lib ko'ramiz, undan keyin A'ga bo'lib ko'ramiz. Shuni qilib kamaytirib ketaveramiz. Hech qaysiga bo'linmaydigan bo'lsa, biz avtomatik bunga tushadi oxiri. Agar orada bo'linadigan bor bo'lsa, demak javobimizni result sifatida qaytarishimiz mumkin bo'lardi. Endi tekshiramiz. Agar bizda lane satrimiz str1imizni lane str1imiz i'ga bo'linadigan bo'lsa, foiz i'ga bo'linadigan bo'lsa hamda bu nimamiz 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, str1 str haris qilib kesib o'tdi. str1imiz bunga bo'linadigan bo'lsa hamda va'dimiz end bo'ladi. Xuddi shu lane str chiroyliroq ko'rinishda yozib olamiz. Xuddi shuni yozamiz yana. str2miz ham i'ga bo'linishi kerak. Ya'ni bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Agar AB bo'lib 4 keladi bu yerda, 4 bu yerdan 4 ga bo'linishi kerak. Ya'ni 4 ta nechtadir nimada qismchadan iborat bo'lishi kerak. 4 ga bo'lsak, bu 6 ta общий uzunligi. 6 ni 4 ga bo'lsak, 0 ga teng bo'lmay qoladi. Shuning uchun bizning javobimiz, bu yerdagi javobimiz ga kirmaydi. AB'imiz javob sifatida qabul qilinmaydi. Undan keyin AB'ni tekshiradi. Undan keyin AB'ni tekshiradi. AB'ni tekshirganimizda javob sifatida olsak bo'laveradi. Bunda qaranglar. AB'miz 2 ga tengmi? Demak 6 ham 2 ga bo'linadi, 4 ham 2 ga bo'linadi. Ya'ni 6 ning ichida 2 ta qism satr, 3 ta qism satr bor. AB'dan 3 ta AB. Bunda bo'lsa 2 ta AB, 2 ta 2 dan 2 ta qism satr bor degani bo'ladi. Ikkalasini tekshirib oldik. Endi javobimiz o'zi bo'linadimi yoki bo'linmaydimi? Shuni tekshirishimiz kerak bo'ladi. End deyimizda tekshiramiz. Hop. Biz resultimizni nechta qism satrdan iborat bo'lsa, o'shanga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Resultimiz bizni ko'paytirganimizda endi resultimizni ko'paytiramiz. Len str1da bo'lishimiz kerak bo'ladi i'ga. Ya'ni resultimizdan bunda 3 ta bor, to'g'rimi? Общий nimasini 6 ni
2 bo'lsak 3 bo'ladi. ABni bundan kelib chiqayapman. ABni 3 ga ko'paytirsak, STR bir satrimizga teng bo'lishi kerak. Bu bo'lsa, ABni 2 ga ko'paytirsak, STR 2 ga 2 satrimizga teng bo'lishi kerak. Shuni tekshiryapmiz. Teng bo'ladi. STR 1 ga yoki emas va xuddi shuni yozamiz. Nimaga teng bo'lishi kerak deymiz? STR 2 bo'lganimizda STR 2 ga teng deb yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda shunaqa bo'lsa, bizning javobimiz nima bo'ladi? Return result bo'ladi javobimiz. Aks holda returnni bo'sh satr qaytaradi bizga. Endi tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. ABC hamda ABC berib ko'ramiz. the offstring ishlatib ko'ramiz buni. ABC degan javob chiqdi. Xo'p. Endi AB bizga AB degan javob chiqishi kerak. Mana AB degan javob chiqdi. Hop, lead code deb yozamiz. Lead code deb yozsak, bo'sh satrda o'zi chiqyapti. Demak, masalamiz to'g'ri yechildi. Endi yechimni yuborib ko'ramiz. Return deymizda, bundan str1 hamda str2 ni yuboramiz. Xo'p, tekshirib ko'ramiz. Run qilib testdan o'tkazib ko'ramiz. Testimizdan o'tsa, xo'p, bu yerda xato qildik. Birinchi qatorda deyapti. Xuddi shuni funksiya sifatida bermasdan, shuni o'zini ham berib yuborsak bo'ladi. Endi testdan o'tkazib ko'ramiz. Hop, 3 ta testimizdan o'tdi. Endi javobimizni yuborib ko'ramiz. Javobimiz qabul qilindi. 39.7%. Hop, xotiradan ancha yetibmiz, lekin bundan bo'lsa 200 ko'pmiz. Demak, qanaqa bo'lsa ham javobni yubordik. Sekin baribir optimallashtirib boramiz. Yechimimiz shunday bo'ldi. Yechimni olamiz. Xuddi shuni ko'rinishini buni olib turib GitHubga endi joylab qo'yaman endi. Shunday qilib davom etib ketaveramiz. Qolgan masalalarni ham yechib